xonalar o'rtasida qolib ketib qoladigan xonalar bo'ladi. Misol uchun gul qo'yib qoladi, rom ichish iloji bo'lmay qoladi. Misol shunaqa holatga mana bunaqa zo'r yechim o'ylab topib ketayliklar. To'g'ri, tabiiy bo'lmasligi mumkin, lekin tabiiylik effektini beradi bu qaysidir ma'noda. Xuddi mana shu romga o'xshab turib yasalab ko'rganinglardagi va o'zini misol uchun maxsus ledlari bo'lar ekan. Ledmi, yana bilmadim, balkim samaga ledga o'xshabadi. O'sha osmon effektini berib qo'yiladi ko'rganinglardagi. O'shanda xuddi tashqaridan misol uchun xona ko'rinmaydi yoki misol uchun gul qo'y kimdir devor ko'rinmaydi-da. O'sha romni o'rniga mana shunaqa oynasi yopishtiriladigan bo'lsa yoki shunaqa narsa qo'yiladigan bo'lsa, xuddi orqasida ko'cha yoki ochiq maydon turgandek ko'rinar ekan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like, komment, podpiskasidan chiqmasa, sizlarni yana qanaqa videolar qiziqtiradi, izohda qoldiringlar. Bu videoni o'sha uy qurayotganda gulxo'y bo'lib qolgan xonasi bor tanishlarga jo'natib qo'ysizlar. Sizlar nima deysizlar? Bizda ham bormi shunaqa narsa? Bu videoni akchalarga jo'natib qo'yinglar. Bizda ham ishlab chiqarilyaptimi yo'qmi yoki ishlab chiqaradigan tanishlarga jo'natib qo'yishsa, balkim olib kelib bizda ham shuni ko'pchilik foydali bo'lish uchun sotuvga qo'yishar.